Uka telefon tufayli akasini 10-etajdan itarib yubordi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Gavjum shahar bir chekkasida, baland qavatli binoning 10-qavatida, zohiran moddiy ne'matlar ichida osuda hayot kechirayotgan bir oila yashardi. Butun fikri zikri dunyo matohini yig'ish va foniy dunyosini obod qilish bo'lgan ota, otalik burchini faqat moddiy ehtiyojlarni ta'minlashda deb bilar edi. U islom dini ta'limotiga ko'ra farzand Alloh taolo tomonidan berilgan eng buyuk omonat ekanini va qiyomat kunida ularning ruhiy tarbiyasi haqida so'ralishini unutib qo'ygan edi. Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam marhamat qilganlar. Hammangiz cho'ponsiz va har biringiz o'z omonatingiz uchun mas'ulsiz. Ammo bu xonadonda odobning o'rnini ashyo, kitobning o'rnini esa bag'ritosh texnologiya egallagan edi. Osmonni qora bulutlar qoplagan o'sha mash'um kunda ota uyga g'urur va sovg'a bilan kirib keldi. Uning qo'lida yaltiroq qog'oz va rangli tasmalar bilan bezatilgan kichik quti bor edi. Bu shunchaki mobil qurilma emas, balki bu xonadondagi birodarlik poydevorini larzaga keltiruvchi fitna urug'i edi. Ota 13 yoshli katta o'g'lini yoniga chaqirdi. Bolakay hayajon va porloq ko'zlar bilan keldi. Ota o'ylamaygina tabassum qilib, "Ol o'g'lim, bu sening mukofoting. Sen endi katta bo'lding va boy odamlar kabi telefoning bo'lishi kerak", dedi. Shu lahzada mehr va umid bilan otasi tomon kelayotgan 10 yoshli kichik o'g'il joyida tosh qotdi. U otasidan hech bo'lmaganda kichik bir mehr nishonasini kutgan edi. Ammo bu ota Hazrati Yusuf alayhissalom qissasidagi buyuk darsni unutgan edi. U bir farzandiga ko'proq e'tibor berib, boshqasini e'tiborsiz qoldirish bolaning qalbida nafrat olovini yoqishini bilmasdi. Hazrati Yusufning akalari tomonidan quduqqa tashlanishiga sabab bo'lgan o'sha hasad endi bu zamonaviy uyda qayta uyg'onayotgan edi. Bu ota adolat aslini bilmay, o'z qo'li bilan uyiga zulmni olib kirdi. 13 yoshli o'g'il telefonni qo'liga oldi-yu, go'yo bu dunyoda boshqa hech kimni tanimay qoldi. U divan burchagiga o'tirib, virtual olamga g'arq bo'ldi. Telefon ekrani shaytoniy sehrli ko'zgudek uni maftun etdi. U faqat o'ldirish va balandlikdan tashlab yuborish, oddiy hol bo'lgan qonli o'yinlarni tomosha qilardi. Bunday o'yinlar mo'minlarga xos bo'lgan rahm-shafqat tuyg'usini bolaning qalbidan yuvib tashlaydi. U ekranda odamlarning binolardan tashlab yuborilishi va ularning qayta tirilib kelishini ko'rardi. Bu iblisning ushbu qurilma orqali bolaning miyasiga joylagan eng buyuk yolg'oni edi. 10 yoshli uka esa devor yonida turib, ko'zida yosh va qalbi hasadga to'la holda akasiga tikilardi. U telefon akasining butun diqqatini qanday o'g'irlaganini ko'rib turardi. Ilgari ular birga o'ynashardi. Endi esa akasi hattoki ukasiga ekranga qarashga ham ruxsat bermasdi. "Yo'qol bu yerdan. Bu telefonni dadam menga olib berdilar. Chunki men sevimli o'g'ilman. Sening bunga tegishga haqqing yo'q", derdi katta o'g'il iblisga xos kibr bilan. Bu zaharli so'zlar 10 yoshli bolaning ongida aks sado berardi. Hazrati Odam alayhissalom zamonidan beri inson bolalarini to'g'ri yo'ldan urishga qasam ichgan shayton bolaning qulog'iga pichirlardi. "Qara, sen bu uyda qadrsizsan. Bu telefon akangni sendan ustun qildi. Agar bu telefon seniki bo'lganida, sen ham otangning azizi bo'lar eding." Islom nazarida yerdagi birinchi gunoh bo'lgan va Qobilning o'z birodari Hobilni o'ldirishiga sabab bo'lgan hasad bu begunoh go'dakning qalbida ildiz otdi. Allohning zikri va ahli bayt mehri bilan nurlanishi kerak bo'lgan qalb nafs maydoniga aylandi. Ota esa boshqa xonada joynamas, ustida o'tirardi, ammo qalbi Alloh bilan emas edi. U ertaga qanday qilib ko'proq foyda olishni o'ylardi. U bolalari tinch bo'lsa va telefon bilan mashg'ul bo'lishsa, buni rohat deb o'ylardi. U bu sukunat, dahshatli to'fon oldidagi sukunat ekanini bilmasdi. U farzandlariga dunyo oxirat ekinzori ekanini o'rgatish va ularni Hazrati Ibrohim alayhissalom kabi haq yo'lida tarbiya qilish o'rniga ularni ashyoparastlikka va nafs havosiga o'rgatib qo'ydi. Qur'on qissalari yoki sahobalar hayoti kitobi o'rniga bolaning qo'liga judolik qurolini berdi. Kun sayin ikki aka-uka o'rtasidagi masofa kengayib borardi. Kichik ukaning nafrati akasiga emas, balki birodarlik mehrini yo'q qilgan o'sha yaltiroq narsaga nisbatan ortib borardi.
U fursat poylar ediki o'sha telefonni qo'liga kiritsa, hasad uning vujudida olovdek yonar va uni sekin-asta fitratidan uzoqlashtirar edi. Holbuki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qilganlar. Har bir go'dak pok fitratda tug'iladi. U endi otasining namozlariga ham e'tibor bermasdi. U faqat o'sha ekranga va u akasini qanday qilib haqiqatdan ayirganiga tikilardi. Bu sokin binoning 10-qavatida boshlangan buyuk fojianing ibtidosi edi. Ota-ona g'aflat uyqusida edilar va telefon olib berish bilan farzandlarga yaxshilik qildik deb o'ylashardi. Ular bu telefon Alloh taolo muqaddas qilgan ikki aka-uka rishtasini kesuvchi o'tkir pichoq ekanini bilmasdilar. Vaqtiki u mash'um qurilma uyga kirib keldi. Go'yo rahmat farishtalari u yerni tark etib, o'rinlarni la'nat iblisning ketma-ket vasvasalariga bo'shatib bergandek bo'ldi. 13 yoshli aka endi o'zini sehrli olam egasidek his qilib, soatlab balkon chetida yoki uy burchagida o'tirar va telefon o'yinlariga shunday g'arq bo'lardiki, go'yo atrofidagilar mavjud emasdek edi. U Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam sunnatlariga ko'ra aka-uka uchun suyanchiq bo'lishi, mehr va shafqatni hamma narsadan ustun qo'yish kerakligini unutgan edi. Qur'oni Karim tilovati va Hazrati Yusuf alayhissalom qissalari yangrashi kerak bo'lgan bu xonadonda endi faqat kompyuter o'yinlaridagi o'q ovozlari va ma'nosiz musiqalar eshitilardi. Katta aka bu soxta olamga shunchalik berilib ketgan ediki, hatto mushfiq onasi uni ovqatga yoki namozga chaqirganida asabiylashib, baland ovozda javob qaytarardi. Bu o'sha mash'um qurilmadan tarqalayotgan hurmatsizlikning ilk nishonasi edi. U Alloh taolo Qur'onda ota-onaga ehtirom ko'rsatishni tavhiddan keyingi o'ringa qo'yganini va hatto ularga uf deyishni ham man etganini unutib qo'ygan edi. 10 yoshli uka bo'lsa, akasining atrofida mahzun bir soya kabi aylanib yurardi. Uning kichik qalbida katta jang ketayotgan edi. Shayton uning quloqiga vasvasa qilardi. Qara, akang bu telefon bilan qanchalik mag'rur bo'lib ketdi. U seni endi odam o'rnida ko'rmayapti. Otang unga ishondi, senga esa yo'q. Demak, u sendan ustun. Bu 10 yoshli bolaning butun fikri zikri o'sha telefonni qo'lga kiritish bo'lib qoldi. U akasining telefon bilan balkonga chiqib, deraza yonida g'urur bilan o'yin o'ynashini kuzatardi. Hasad olov o'tinni yeb bitirgani kabi bu bolaning bor ezguliklarini yeb bitirayotgan edi. Ota esa farzandlarining bu xavfli ruhiy holatini anglash o'rniga yana ham ko'proq xatoga yo'l qo'yardi. U kichik o'g'lining rashkdan yig'layotganini ko'rganida unga mehr berish yoki akasiga sovg'ani bo'lishni buyurish o'rniga beparvolik bilan yig'lama. Qachonki katta bo'lib akangdek aqlli bo'lsang, senga ham olib beraman, derdi. Bu jumla bolaning ochiq yarasiga tuz sepishdek edi. Bola sabrni o'rganmagan edi. Uning ongida faqat bir botil fikr bor edi. Men hoziroq bunga ega bo'lishim kerak. Aks holda bu uyda hech kim emasman. Juma kunlarining birida ota masjidga ketgan vaqtda katta aka ukasiga kibr bilan qarab shunday dedi. Sen hech qachon men kabi o'ynay olmaysan. Sen hali yoshsan va aqling bu texnologiyaga yetmaydi. Bu telefon faqat tanlangan odamlar uchundir. Bu so'zlar 10 yoshli bolaning g'ururini butunlay sindirdi. Ammo shayton bu tuyg'uni zalolat yo'liga burib yubordi. U bolaga akasini Firavundek ko'rsatib, undan qanday yo'l bilan bo'lmasin qasos olishni va o'sha toju taxtni tortib olishni uqtira boshladi. Bu ikki jigarband o'rtasidagi ruhiy masofa shunchalik uzoqlashdiki, endi ular orasida birorta ham mehribonlik so'zi qolmadi. Odob va muhabbat madrasasi bo'lishi kerak bo'lgan uy pinhona nafrat va jang maydoniga aylandi. Ona ham bu vaziyatda ojiz edi, chunki uyda otaning so'zi hukmron edi. Ota esa faqat katta o'g'lini kelajakdagi erkak deb hisoblab, uning tarafini olardi. Bolaning qalbi endi g'azab va nafratdan toshgan edi. Otaning mas'uliyatsizligi va begona qurilmani olib berishi natijasida alanga olgan bu hasad olovi endi nafaqat telefonni, balki butun oila poydevorini kul qilishga tayyor edi. Bola akasini yo'ldan olib tashlash uchun qulay fursat qidirardi. U 10-qavatda turganini va har bir xato
inson hayoti evaziga tushishi mumkinligini o'ylamasdi. La'nati shayton esa bu orada shodlanardi, chunki uning bu xonadondagi birodarlik mehrini yo'q qilish rejasi yakuniy bosqichiga yaqinlashayotgan edi. Har bir o'tayotgan soniya bolaning qasosini yaqinlashtirar va qalbini toshga aylantirardi. Go'yo bu baland qavatda endi rahm-shafqatga joy qolmagandek edi. Issiq yoz kunlarining birida, jazirama quyosh falak avjida bo'lgan mahalda, uyni g'alati va og'ir sukunat qopladi. Ota o'z xonasida uxlar, ona esa oshxonada ish bilan band edi. Bu sukunat orom emas, balki bag'rida balo to'fonini yashirgan edi. Haqiqiy olamdan butunlay uzilib qolgan 13 yoshli aka qimmatbaho telefonini qo'liga olib balkonga chiqdi. U 10-qavatning dahshatli balandligida, deraza tokchasiga o'tirib, yorug'likda o'zining yangi o'yinini davom ettirmoqchi bo'ldi. U o'sha mash'um ekranga shunchalik mahliyo ediki, xavfga qanchalik yaqin kelganini sezmay qoldi. U hayot, kompyuter o'yinlari kabi emasligini, agar jonidan ayrilsa, qayta tirilish imkoni yo'qligini unutgan edi. Shu lahzada qalbi hasad olovi bilan yonayotgan 10 yoshli uka parda ortidan uni kuzatib turardi. Hazrati Odam alayhissalom zamonidan beri inson bolalarini yo'ldan urishga qasam ichgan la'nati shayton shu soatda bolaning ongini butunlay egallab oldi. U bolaga vasvasa qilar edi. Bu sening imkoniyating. Agar u bo'lmasa telefon seniki bo'ladi. Otang seni yaxshi ko'radi. Bola endi o'z akasini ko'rmasdi. U faqat yo'lidan olib tashlanishi kerak bo'lgan to'siqni ko'rardi. 10 yoshli bola badbaxtlik soyasi kabi nihoyatda ehtiyotkor qadamlar bilan balkon tomon yurdi. Nafsi uni shunday mast qilgan ediki, endi u vijdon ovozini va Allohning qo'rquvini eshitmasdi. U orqasi bilan o'tirgan, oyoqlarini derazadan tashqariga osiltirib, o'yinga g'arq bo'lgan akasining yoniga keldi. Katta aka kibr bilan telefonni balandroq ko'tarib pichirladi. Bu mening o'yinim. Hech kim bunga tegishi mumkin emas. Bu oxirgi gap ukani yana g'azablantirdi. U kichik jussasining bor kuchi bilan, akasini bag'riga bosishi kerak bo'lgan qo'llari bilan akasining ortidan qattiq itarib yubordi. Qattiq turtki va balkon havosini teshib o'tgan dahshatli ovoz. U o'z baxtsizligiga sabab bo'lgan o'sha yaltiroq qurilma bilan birga yerga quladi. Qulashning o'sha qisqa soniyalarida, balki u virtual olam naqadar qadrsiz ekanini anglagandir. U 10-qavatdan yerga quladi. Uning jasadining qattiq yerga urilgan ovozi go'yo yer u osmonni larzaga keltirdi. Kichik uka deraza chetida turib pastga qaradi. U hali nima qilganini anglamasdi. U akasi xuddi o'yin qahramonlari kabi uchib boryapti va hozir telefon bilan qaytib keladi deb o'ylardi. Uyda onaning dahshatli faryodi yangradi. U zarba ovozdan uyg'onib ketgan edi. Ota ham vahima bilan balkonga yugurib chiqdi. Ular deraza chetida hissiz ko'zlari bilan pastga qarab turgan kichik o'g'illarini ko'rdilar. Ota pastga qaraganida dunyo ko'zga qorong'u bo'lib ketdi. Katta o'g'lining jonsiz jasadi asfalt ustida, qon ichida yotar. O'sha la'nati telefon esa uning yonida parcha-parcha bo'lib yotardi. Shu lahzada ota butun boyligi, dunyodagi bor texnologiya farzandining birgina nafasini qaytara olmasligini tushunib yetdi. Bu otaning mas'uliyatsizligi va bolalarcha hasadning achchiq mevasi edi. Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam marhamat qilganlar. Hasaddan saqlaning, chunki hasad ezguliklarni xuddi olov o'tinni yegandek yeb bitiradi. Bu olov endi nafaqat ezguliklarni, balki 13 yoshli bolaning hayotini ham yeb bitirgan edi. O'zga kelgan kichik uka titroq ovoz bilan dedi: "Men faqat telefonni xohlagandim. U menga bermayotgan edi." Bu so'zlar ota-onaning qalbini parchalovchi xanjardek edi. Ular iymon, sabr va muhabbatni o'rgatish o'rniga bolalariga kibr va baxillik qurolini berib, o'z qo'llari bilan o'z farzandlarining qotiliga aylanganlarini angladilar. Namoz va zikr nuri bilan munavvar bo'lishi kerak bo'lgan uy endi motamsaroga aylandi. Ota titroq qo'llari bilan boshini changallab balkon poliga o'tirib qoldi. U katta o'g'lini har doim ustun qo'yganini,
kichigini esa e'tiborsiz qoldirganini esladi. Bolasining qo'liga qotillik va zo'ravonlikni targ'ib qiluvchi qurilmani berganini esladi. Endi o'sha zo'ravonlik uning hayotiga kirib kelib, jigar bandini yulib ketgan edi. Bu lahza umrining oxirigacha bu oilaga soya soladigan cheksiz dard va pushaymonlikning ibtidosi edi. Katta akasining kichik jussasi yerga urilib, uning dahshatli ovozi oila a'zolarining qulog'iga osmon momaqaldirog'idek urilgach, butun binoni og'ir sukunat qopladi. Hayot tanni tark etadigan o'sha lahzada vaqt go'yo to'xtab qolgandek bo'ladi. Bir necha lahza oldin dunyoviy orzularga g'arq bo'lgan ota endi yalangoyoq va ko'zlari ko'sasidan chiqqudek bo'lib pastga qarab yugurardi. U 10 qavatning har bir pog'onasini go'yo yillardek bosib o'tardi. Har bir qadamida Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning va har biringiz qo'l ostingizdagilar uchun so'ralasiz degan so'zlari qulog'i ostida jaranglardi. Ota tashqariga chiqqanida yurakni o'rtaydigan manzaraga duch keldi. Uning 13 yoshli o'g'li, keksayganida suyanchi bo'lishi kerak bo'lgan farzandi, sovuq asfalt ustida jonsiz yotardi. Butun bu adovat, ko'rolmaslik va hasadga sabab bo'lgan o'sha yaltiroq telefon esa bolaning boshi yaqinida parcha-parcha bo'lib ketgan edi. Telefon ekrani hali ham yoniq edi va undan kompyuter o'yinining ovozi eshitilardi. O'yindagi g'alaba sadosi. Aslida esa bu inson hayotidagi eng buyuk mag'lubiyat edi. Ota farzandining qonli jasadini bag'riga bosib, ovozi shaharning yuqori qavatlarigacha yetadigan darajada faryod chekdi. Ammo bu otaning o'g'li, uning o'z mas'uliyatsizligining qurboni bo'lgan edi. Shu vaqtda 10-qavatda 10 yoshli uka hali ham deraza chetida turardi. U o'z qo'llariga qaradi. Bir necha lahza oldin akasini itarib yuborgan o'sha qo'llarga. Shu paytgacha uni vasvasa qilgan la'nati shayton endi uni yolg'iz tashlab ketgan va bola qo'rquv girdobiga g'arq bo'layotgan edi. U o'ziga o'zi, endi telefon meniki bo'ladimi deb so'rardi. Ammo pastga qarab, telefonning parchalanganini va akasining boshqa qimirlamayotganini ko'rgach, kichik qalbida ulkan vahima uyg'ondi. U akasi bilan birga nafaqat telefon, balki mehr-muhabbat, o'yinlar va butun bolalik dunyosi yo'qlikka g'arq bo'lganini angladi. U yig'lay boshladi. Ammo bu endi foydasiz bo'lgan pushaymonlik yig'isi edi. Hushidan ketgan ona birozdan so'ng o'ziga kelib, yuraklarni larzaga keltiruvchi fig'on bilan hovliga yugurib chiqdi. U farzandining jasadini erining bag'rida ko'rib, o'zini yerga urdi. Bu mushfiq ona har doim otaga bolalarga telefon bermang, qo'ying ular kitob o'qishsin, bir-birlari bilan mehribon bo'lishsin der edi. Ammo ota har doim kibr bilan biz texnologiya asrida yashayapmiz, bola zamondan orqada qolmasligi kerak deb javob berardi. Endi esa texnologiya uning farzandini olib ketgan. Bu oila uchun vaqt o'sha mash'um lahzada to'xtab qolgan edi. Qo'shnilar yig'ilishdi. Hamma bu otaga malomat nazari bilan qarardi. Ular orasidagi bir nuroniy otaxon titroq ovoz bilan dedi: "Ey Allohning bandasi, axir bolaga qurol bermanglar demaganmidilar? Bu telefon quroldan ham xavfliroqdir. U qalbni o'ldiradi." Ota bu so'zlarni eshitarkan, har bir kalima uning qalbiga o'qdek sanchilardi. Tun tushdi. Ammo bu uyda hech kim uxlamasdi. Katta o'g'lini jasadini tuproqqa topshirdilar. Ota uy burchagida o'tirib joy namoziga tikilardi. U endi eng katta xatosi farzandlariga namozni, taqvoni va shukr qilishni o'rgatmaganida ekanini tushunib yetdi. U ularga alhamdulillah, akang yoki ukang bor ekan deyishni o'rgatish o'rniga birini ikkinchisidan ustun qiladigan vositani bergan edi. Adolatsizlik natijasida kichik o'g'ilning qalbida uyg'ongan nafrat endi butun oilaning vujudiga zahar kabi yoyilgan edi. Ota o'g'illarning xonasiga kirdi. U yerda bir vaqtlar ikki aka-uka birga o'ynagan eski o'yinchoqlar yotardi. U farzandlarini kitob bilan tarbiya qilganida, balki bu kunlar boshiga tushmasligini angladi. Pushaymonlik do'zax olovi kabi uning vujudini kuydirardi. Ammo endi hech qanday ko'z yoshi yoki vah o'tib ketgan narsani qaytara olmasligini u yaxshi bilardi. Katta o'g'ilning sovuq jasadi dafn etilgach, bir vaqtlar bolalar kulgusi bilan to'la bo'lgan uy jimjit qabristonga aylandi.
Ota endi o'z tijoratining muvaffaqiyatlari bilan kibrlanib gapiradigan mag'rur odam emas edi. U endi ulkan gunoh yukining ostida qaddi bukilgan bir soyaga o'xshardi. Har safar balkonga qaraganida farzandining qulash lahzasi ko'z oldida qora tasvirlardek takrorlanardi. U Hazrati Odam alayhissalomning Qobil o'z birodari Hobilni o'ldirganida chekkan yurak og'riqlarini esladi. Ammo katta farq bor edi. Qobil o'zi yomon niyatli edi, lekin bu 10 yoshli bolakayni ota o'z qo'llari bilan hasad girdobiga yitargan edi. Endi oilaning yagona farzandi bo'lib qolgan kichik o'g'il uyning qorong'u burchagiga panoh olib, hech kim bilan gaplashmasdi. Uning ko'zlarida endi sho'xlikdan asar ham qolmagan, faqat qo'rquv, vahima va javobsiz bir savol bor edi. U doim o'z qo'llariga qarar va ularni qayta yuvar edi. Go'yo o'sha mash'um turtki asoratini terisidan o'chirib tashlamoqchi bo'lardi. Ota bir kuni uning yoniga o'tirib, uni bag'riga bosmoqchi bo'ldi, ammo bola vahima bilan o'zini orqaga tortdi va baqirdi. Men uning o'lishini xohlamagan edim. Men faqat telefonni xohlagandim. Nega menga uni olib bermading? Bu so'zlar otaning qulog'iga erigan qo'rg'oshindek quyulardi. U o'sha mash'um qurilmani sotib olish bilan nafaqat katta o'g'lini o'limga topshirganini, balki kichik o'g'lining ruhini ham qotilga aylantirganini anglab yetdi. Ota Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam nabiralari Hasan va Husayn raziyallohu anhuma bilan qanday o'ynaganlarini va har doim farzandlar o'rtasida adolat qilish kerakligini ta'kidlaganlarini esladi. U o'ziga o'zi: men qanday musulmonmanki, payg'ambarimizning tarbiya borasidagi sunnatlarini oyoq osti qildim. Ularga mehr shafqat o'rgatish o'rniga moddiy raqobatni o'rgatibman-ku, derdi. U o'rnidan turdi va uydagi barcha elektron qurilmalarni chiqarib tashladi. Telefonlar, planshetlar va televizor oilaning qimmatli vaqtini o'g'irlaydigan, qalblarni Allohning zikridan uzoqlashtiradigan barcha narsa chiqindiga ketdi. Ota kichik o'g'lini olib akasining qabri boshiga bordi. Qabriston havosi nam, tuproq hidi bilan to'la edi. Ota qabr yonida tiz cho'kdi va o'g'liga dedi: "O'g'lim, qara. Bu hasadning oqibati. Shayton bizni aldadi. Menga pul bilan baxt sotib olishing mumkin dedi. Senga esa zo'rlik bilan telefonga ega bo'lishing mumkinligini aytdi. Mana endi na telefon bor va na akang." Bolanam tuproq ustiga yiqilib, yig'i bilan akasining ismini aytib chaqirardi. Shu lahzada ota Hazrati Yunus alayhissalomning baliq qornida tavba va tazarru bilan najot topganlarini esladi. U ham qo'llarini duoga ochdi. Iloho, omonatingga xiyonat qilganim uchun meni kechir. Ota uyga qaytib, yillardir chang bosib yotgan Payg'ambarlar qissasi kitobini qo'liga oldi. U kichik o'g'lini yoniga o'tkazib, Hazrati Ibrohim alayhissalom va farzandlari haqidagi qissani aytib bera boshladi. U bu qissalar bilan o'g'lining qalbidagi yarani davolashga harakat qilardi. Ammo har safar dasturxon atrofidagi bo'sh joyga qaraganida ko'z yoshlari tomog'iga tiqilardi. Bu pushaymonlik otani butunlay o'zgartirdi. U endi bor vaqtini tijoratga emas, balki o'g'lining ma'naviy tarbiyasiga bag'ishladi. U bola uchun eng yaxshi sovg'a telefon emas, balki ota-onaning vaqti va shirin so'zi ekanini tushunib yetdi. Masjidda boshqa otalarga: farzandlaringizni texnologiya qurboni qilmang. Ularga o'yinni emas, iymonni o'rgating. Qalblarni tosh qiladigan qurilma emas, kitob bering, derdi. U o'z dardi boshqalarga dars bo'lishini, boshqa hech bir ota va hech bir aka-uka bunday dahshatli qulashga guvoh bo'lmasligini xohlardi. U 10-qavat aslida balandlik emas, balki iymon ildizlaridan uzilganlar uchun halokat girdobi ekanini anglab yetgan edi. Aziz do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling. Zero sizning qo'llab-quvvatlovingiz bizning mehnatimiz samarasidir. Keling, oxirida duo qilaylik. Mehribon Parvardigor barcha bemorlarga shifo bersin. Musofirlarni o'z panohida asrab, sog' salomat vatanlariga qaytarsin. Farzand kutayotganlarga esa solih va soliha farzandlar nasib aylasin. Amin.